jigarlar haqida gapirmoqchiman. Bir voqea bo'ldi. Qo'shni viloyatga to'yga bordik. Bir kun oldin yetib bordik. Damlarni olib, ertasi kuni xizmatga chiqdik. Ovozim juda gullab, yashnab turgandim. Shu to'yga bordik. To'yga borguncha ham shu holat edi. O'zimga ishonchim juda yuqori edi. Bir voqea bo'ldi. Yaxshigina turdim, hamma bilan so'rashdik. To'yda egalari yaxshi kutib oldi. Eng asosiysi to'yda egalari meni qo'shiqlarimni hammasini yoddan biladigan, birlikda qo'shib aytiladigan xonadonida. Ularda do'stlari ham, davrasi ham shunaqa davra. 4 qator qo'shiq aytganimda 5-qatorga kelganda bilmayman nima bo'ldi. Ovozim to'liq chiqmay qoldi. Men bir-ikki aytib ko'rdim, bo'lmadi. Birinchi qo'shiq edi, lekin hali 2 soat, 2,5 soat oldinda edi. Ular qo'shiq aytsangiz, so'zma-so'z yonidagi sherigiga qara, hozir bunaqa deydi deb o'tiradigan davra edi. Xuddi shu sozandalar edi. Bular chalishni boshladi, chalaverdi, aylantirardi, men aytmayapman, aylantirardi. Shunda men nima qilishni bilmadim, shunday chapga qaradim, to'g'riga qaradim. O'ngga shunday qarasam, o'ng tomonimda Muhsin akam o'tirgan ekan. Menga qaradi-da, nima bo'ldi degandek qaradi. Keldi. O'tirdi. Nima bo'ldi dedi. Men eshitmaydi, ovozim yo'q, to'liq yo'q. Hali pichillasangiz ham bo'ladi, lekin o'sha ham yo'q. Ovoz chiqmay qoldi. Sen shunda xijolat bo'lmang. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Men ham shu yerdaman. Yonimga o'tirdi, rahmat. Muhsin akam aytib turdi. Endi Muhsin akam sal orqaroqda, men oldiroqda. Endi yig'lab o'tiribman. Ko'zimdan yosh duvullab oqyapti. Nima bo'lishini, bundan buyog'i nima bo'lishini shu daqiqalarda endi tasavvur qilyapman. Shunda endi men ham ichimdan, Xudoyimdan so'radim. Shuncha kilometrdan, shuncha masofadan, shuncha bolalar bilan keldik. Mayli bizni kelganimiz ham hech narsa emas, lekin bu odamlar 25 yil, 30 yil yig'inib, terinib, bir orzu havas qilib to'y qilyapti. Xudoyim yuzimizni yorug' qilgin, uyaltirmagin deb endi o'zim ichimdan Xudodan so'radim. Shu bilan Muhsin akamga o'tdi. Men yonidan qimillagam yo'q. 5 minut o'tdi, 10 minut o'tdi, 20 minut o'tdi. Yarim soat o'tgandan boshlab meni ovozim yana qaytadan chiqishni boshladi. Men o'sha 1 soatga borganda o'z joyiga keldi. Men nima haqida gapirmoqchiman? Mana shunday og'ir damlarda, shu o'ylanib turgan paytingizda, shu jigarlaringizdan boshqa hech kim yordam bera olmay turgan paytda mana shunday bir jigaringizni bo'lishi. Qarangki, Xudoyim menga bir shunday bir yaxshi ota-ona bilan birgalikda bir yaxshi aka ham bir sovg'a qilgan ekanda, bir ukasini o'ylaydigan, borini beradigan, endi sizlarga ko'pini aytaman, sizlar ko'radigan ko'p yaxshi ashulalarni hammasini Muhsin akam bastalagan. Shu ukamga bo'lsin, shu chiqsin demoqchi bo'lganim, jigarlarda avaylaymiz. Sizdan ham shuni so'rayman. Baxtimizga akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz sog' bo'lsin. Shundan keyin men bir qo'shiq qildim. Ukalar nomidan akalarga. Demak, navbatdagi qo'shiq Muhsinjon Mo'minovga ataladi. Aka bo'lib yonimda turgan, tomirimda, qonimda turgan, men beboshni unsin o'ssin deb har lahza har onimda turgan, o'zim emas meni o'ylagan, jigarim deb yonib so'ylagan, qo'shiq aytsam jur ovoz bo'lib, qo'shilishib birga kuylagan, chertib ko'ngil sozimni akamjon akam, aytay dilda borimni akamjon akam, otam beksiz mehribon akamjon akam, ishonganim siz meni akamjon akam.
yetinman o'zim, irodasim yetinman o'zim. Otamdayin duo qiling deb yoningizda betinman o'zim. Siz bor baxtni butunman o'zim, irodasim yetinman o'zim. Otamdayin duo qiling deb yoningizda betinman o'zim. Qaddingizdan quchib yashnasam, poyingizga jonim to'shasam, bu dunyoda armonim yo'qdir, yolg'iz sizga o'xshab yashasam. Chertib ko'ngil sozimni akam jon akam, aytay dilda borimni akam jon akam. Otam beksiz mehribon akam jon akam, ishonganim siz meni akam jon akam. Chertib ko'ngil sozimni akam jon akam, aytay dilda borimni akam jon akam. Otam beksiz mehribon akam jon akam, ishonganim siz meni akam jon akam. Chertib ko'ngil sozimni akam jon akam, aytay dilda borimni akam jon akam. Otam beksiz mehribon akam jon akam, ishonganim siz meni akam jon akam. Hammamiz akalar baxtiga ukalar, ukalar baxtiga akalar, opa singillar, ota-onalarimiz sog' bo'lsin, o'tganlarni Alloh rahmat qilsin.